Hozir sizlar bilan taxometrda tashlangan reperlarning uslovniy koordinatalariga stek Genesis priyomniklarimizni qanday qilib bog'lashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga Genesis priyomniklarimizdagi lokalizatsiya funksiyasi kerak bo'ladi. Bu lokalizatsiya funksiyasini qanday ishlashini va qanday reperlarga bog'lashini noldan boshlab sizlarga ko'rsatishga va o'rgatishga harakat qilamiz. Lokalizatsiya qilish bizga qachon kerak bo'ladi? Obyektimiz taxometrni uslovniy koordinatalarida toposyomka qilinib va loyiha chizilgan bo'lsa, shu uslovniy koordinatalarga bog'lab razbivka qilib berishimiz uchun kerak bo'ladi. Lokalizatsiyani boshlashimiz uchun bizga reperlarning koordinatalari va joylashuvi kerak bo'ladi. Biz taxometr yordamida hozir planshetamizga 5 ta reper tashlab chiqamiz. Ya'ni 4 tasiga lokalizatsiya qilib, 5-chi reperimizni nazorat nuqtasi sifatida tekshirib ko'rishimiz uchun. Bo'lmasa lokalizatsiyamizni boshladik. Xo'p, lokalizatsiyani boshlashimiz uchun bizga taxometrdagi koordinatalarni, ya'ni taxometrda otilgan reperning koordinatalarini kontrollerimizga kirgizib olganmiz, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi pastdagi lokalizatsiya funksiyasiga kiramiz. Ya'ni proyekt razdelidagi lokalizatsiyani ustiga bir marta bosamiz va bizga lokalizatsiya kelib chiqadi. Pastda добавить, import, export va расчет tugmalari bor. Biz lokalizatsiyani birinchi marta qilishimizda добавить tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi va bizga xo'p, bizdan imya tochkani so'raydi. Ya'ni lokalizatsiya qilayotgan tochkamizning nomini va известный координата точка. Taxometrimizda tashlangan reperlarning uslovniy koordinatalarini va koordinata точка genesisni so'raydi. Ya'ni hozir ish jarayonida, ya'ni lokalizatsiya qilish jarayonida oladigan tochkalarimiz koordinatalari va eng tagida gorizontal va vertikal xatolarni hisobga olish yoki hisobga olmasligida ko'rsatib ketyapti. Bo'lmasa hozir birinchi tochkamizni lokalizatsiya qilishni boshlaymiz. Buning uchun reper birimizni uslovniy koordinatalarini chaqirib olamiz va koordinata точка genesisga hop roverimiz bilan reperni ustiga borgan holda уровеньga ushlab tochka olishimiz kerak bo'ladi. Hop, ko'rishingiz mumkin, reper bir tochkamiz. Reper bir tochkamizni ustiga qo'ydik va bu yerda tip koordinata tochkaga biz ikki xil koordinatalarni kirgizishimiz mumkin. Xohlasak lokalniy koordinata sever vostok visata, xohlasak geodezический koordinatani kirgizishimiz mumkin. Hozir biz tochkani real RTK rejimida syomka qilayotganimiz uchun xohlaganimizni tanlashimiz mumkin. Bizdan imo, ya'ni naklonniy funksiyasini o'chirishni so'rayapti. Bu bizga nima kerak? Xatoliklarni minimal darajaga tushirish uchun подтвердить bosamiz va naklonniy funksiyasini o'chiramiz. Hop, уровеньda ushlab turgan holda reperimizni ustida измерение tugmasini bosamiz. Va bizdan 5 sekund sanab bu tochkamizni syomka qiladi. Syomka qildik. Ko'rishingiz mumkin, geodezический koordinatada dalgata shirata. Lokalniga o'tkazadigan bo'lsak, sever vostoklari bilan chiqaradi. Xohlaganimizni qilishimiz mumkin. Hop, подтвердить tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, reper birimizni lokalizatsiyasi qo'shildi. Endi добавить bosib, ikkinchi reperimizni koordinatalarini kirgizishimiz kerak bo'ladi. Hop, reper ikkimizni koordinatalarini chaqiramiz va ikkinchi reperimizga borib turib, uning ustidan ham tochka olishimiz kerak bo'ladi. Hop, ko'rishingiz mumkin, reper ikkimiz ikkinchi reperimizni ustiga qo'yamiz va bu yerga koordinata точка genesisni oldidagi lokatsiya tugmasini bosamiz. Yana bizdan imoni o'chirishimiz so'rayapti. Подтвердить bosamiz. Hop, va уровеньda ushlagan holda измерение tugmasini bosamiz. Oldi, bo'ldi. Hop, подтвердить tugmasini bosamiz. Endi 3-chi reperimizni добавить qilishimiz kerak bo'ladi. Добавить tugmasini bosamiz va reper 3imizni chaqiramiz va 3-chi reperimizga boramiz. Ma'lumot sifatida aytib ketishimiz mumkin, stek Genesis priyomniklarimizni minimal 2 ta reper bilan ham lokalizatsiya qilish mumkin. Faqat xatoliklarni minimal darajaga tushirish uchun biz klientlarga eng kamida 3 ta tochka bilan lokalizatsiya qilishni tavsiya qilamiz. Hop, mana 3-chi reperimizga qo'ydik. Yana lokatsiya tugmasini bosamiz, подтвердить bosamiz va уровеньda ushlagan holda измерение tugmasini bosamiz. Hop, bu tochkamizni ham kirgizdi. подтвердить tugmasini bosamiz va добавить qilamizda 4-chi tochkamizni kirgizishimiz kerak. Reper 4imizni tanlaymiz va reper 4ni ustiga borib tochka olishimiz kerak. 4-chi reperimiz va уровеньda ushlagan holda lokatsiyani bosamiz.
Подтвердить tugmasini bosamiz. Hop, yahamizni qimirlatmagan уровеньda ushlagan holda измерение tugmasini bosamiz. Hop, 4-chi tochkamizni ham oldi. Подтвердить tugmasini bosamiz. Hop, hozir mana 4 ta tochkamizni ham условный koordinatalarini va Genesis'da olingan tochkalarni lokalizatsiya qildik. Endi biz bu yerdan расчет tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Hop, расчет tugmasini bosamiz. Bizga настройка lokalizatsiya kelib chiqadi. Bu yerdan metodimiz birinchisini tanlab turish kerak, ya'ni gorizontal va vertikal koordinatalar bo'yicha. Hop, ikkinchi сохранить исходный parametr datum o'chiq turishi kerak va modelniy gor korreksiya birinchisida turishi kerak, ya'ni warning viranda turishi kerak. Bo'ldi. Xuddi shu настройка bo'yicha подтвердить bosamiz. Подтвердить bosganimizdan keyin bizga bu yerda maksimal va maksimal xatoliklarni, maksimal vertikal, maksimal gorizontal xatoliklarni ko'rsatadi. Ya'ni maksimal gorizontal bo'yicha reper birimizda 15 mm, maksimal vertikal xatoligimiz reper 2miz bo'yicha ekan, ya'ni 3 mm ni tashkil qilyapti. Xuddi shu настройка bilan применительni bosishimiz kerak bo'ladi. Bo'ldi, успешный применение, ya'ni hop, lokalizatsiyamiz bo'ldi. 4 ta tochkamiz bilan 4 ta reperimizni условный koordinatalariga Genesis priyomnigimizni hop lokalizatsiya qilib koordinatalarga o'tirgizdik. Buni ko'rishimiz mumkin. Syomkaga kirganimizda hop, yuqoridagi koordinatalarimiz shu taxometrni условный koordinatalariga o'tganini ko'rishimiz mumkin. Endi hop, tekshirish uchun o'rtadagi videoni boshida aytgan kontrolniy tochkamizni razbivka qilib tekshirib ko'ramiz. Hop, kontrolniy tochkamiz ustiga bosamiz va pastdagi razbivka tugmasini bosamiz. Hop, air funksiyasini yoqib olgan holda tochkani osonroq topishimiz uchun hop, подтвердить tugmasini bosamiz va bizga tochka hop 30 metr uzoqlikda ekanini ko'rsatyapti. Shu tomonga qarab yuramiz. Hop, bu yerdan 3D ga o'tkazib qo'yadigan bo'lsak, tochkamizni aniq yerda, qayerda joylashganini bizga ko'rsatib turadi. Hop, pastki kameramiz yondi. Ko'rishingiz mumkin. Hop, tochkamizni reperni tochkamizni ustiga qo'yamiz. Hop, ko'rishingiz mumkin 7-8 mm. Air funksiyasidan chiqadigan bo'lsak, bizga umumiy xatoliklarni ko'rsatib turadi, ya'ni x, y bo'yicha va balandlik bo'yicha. Hop, lokalizatsiyamiz muvaffaqiyatli bajarildi. Bundan keyingi videolarda yana boshqa funksiyalarini chiqarishga harakat qilamiz va sizlarga to'liq o'rgatamiz.